Ronaldo ham Messi kabi shaxsiy qo'riqchi ishga oldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Video rolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Portugaliya terma jamoasi va Al Nassr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo shaxsiy xavfsizligini kuchaytirdi. Bu haqida Marca nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Ronaldoning bu qarorga kelishi futbolchiga ijtimoiy tarmoqlarda tahdidlar kelib tushgani sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, Ronaldo va uning oilasi Saudiya Arabistonida ekanligi taxmin qilingan guruh tomonidan talonchilik va shantaj qilish bilan tahdid qilingan. Shu sababli futbolchi o'zining shaxsiy qo'riqchisi sifatida harbiy amaliyotlarda yuqori tajribaga ega sobiq portugaliyalik askar Miguel Viazni ishga oldi. Ma'lumot o'rnida jahon futboli yulduzi Lionel Messi ham o'z shaxsiy qo'riqchisiga ega va uning ismi Yassin Cheuko. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ronaldo kino sohasiga ham qadam tashlagani haqida xabar berilgan edi. Hurmatli tomoshabin, kanalimiz rivojlanishi uchun ushbu videorolik ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.